Joning sog'lig'ini leksiz. Mana shu malla tovuq, qari tovuqni ukalar oqdum denasi hamma biladi. Buni bedana parla enabadi. Mana shunisi jo'jam ekan, jangishimiz. Mana shu bedana parla enabali, lekin mana shu makiyonni enasi oqdum denasi. Uni malla tovuq balasi bu. Buni balasi bu. Bu mana leksiz o'zimizni to'lmaydigan ukalar, o'rninga berilmagan. Vay joning sog' bo'lsin. Turishini qarang. Quroldi stoyka shuna bo'ladimi ukalar? Quroldi stoykasi. Kalle suvun jamoli. Nima ki? Mana shu cho'lasdan xudo xolasa. Ikkita bo'ldi. Endi bugun tug'sa, nechtaligi aniq bo'ladi. Buguncha esla 11 ga o'tdik. Mana 2 dan 53 minut o'tganda syomka qilyapman ukalar. Buni balasi bu, uni balasi bu. Joning sog'ligi muji. O tepada chempion tovuq ukalar. Oq makiyon, petnashgani hamtami makiyoni shetda mana krukdan chiqdi. Bu hali $700 ikkita bedana bar tovuq olganman, jangchiga qo'shgan. Bu makiyon turibdi, hali ular tulab chiqyapti. Yetilsa, ularni ham unda xolasicha qoldi. Yetilsa xirozga qo'shamiz, keyin aytib tashlayveraman. Ular hozirdan nima men shular qo'yapman. Xo'roz. Bu makiyonlarni men xirozga qo'shamiz. Shu zo'r ukalar nihoyatda ham jallar. Hozir boshqasini original. Ularda o'yini ham vahshiy yomoni bo'lganda jonivor. Tepada 4 ta makiyon bor, vahshiy samert makiyonlar.